Qobiliyatlarni topib, ularni to'g'ri yo'naltirish va baholash eng katta mahorat sanaladi. Ko'pincha o'sha va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiluvchilar. Mana 2 oydan beri shug'ullanib, harakat qilib, mana shu loyihaning taqdimotini qilishga harakat qildik. Kechasi bilan deyarli uxlaganimiz yo'q biz. Ya'ni oyni ko'rish uchun biz kechasi ko'rishimiz kerak. Tadqiqotimizni mavzusi Smart Greenhouse. Xudo xohlasa, o'z yurtimni ravnaqi va rivoji uchun o'z hissamni qo'shaman. Qanaqadir shok holat bo'ldi, chunki maktabda ilmiy tadqiqot markazi. Bolalarimizni yo'l qo'ygan xatolarini biz o'sha tafsilotiga kirmasdan qanaqa xato bo'ldi va o'sha xato nimaga olib keldi. Man Koreya juda yaxshi IT kompaniya Mixldi. Yoshlar bilan Z avlod bilan gaplashamiz. Hatto sartaroshimga borsam ham, qayerdadir oliy ma'lumotni o'qiyotgan bo'ladi. Nimaga o'qiyapsan desa, galochka uchun hujjat. Biz bitta tog'ni o tarafida bu kishilar tursa, bu tarafida biz turamiz.